Nasosda gigantligini qaranglar, jigarlar, bu qanday nasos bu, Suroch aka? Bu nasosimiz hozirgi kunda eng ekonomik nasos bo'lib, tortish bilan chiqarishimiz 500 ga 500. Soatiga 2492 tonna suv chiqaradi. Почти 10 metr podiyomga haydab beradi suvni. Kilovati 90 kilovat 230 оборот bilan. Bu nima bu aka, lentami bu? Lenta bu tayyor holatda keladi. Mana bu qonundan motor tomondagi. Bunda 4 ta lenta bo'ladi. Juda mahkam, mustahkam lenta. Tayyor holatda botlar bilan o'tkaziladigan bo'lib, ikkita botga o'tkaziladi. Dastavka xizmatlarimiz ham bormi, Suroch aka? Dastavka xizmatlari ham bor. Manzilimiz qayerda aka? Manzilimiz Qal'a masjiddan Qal'a Kalliga qarab yurishda 100 metr narida. 100 metr narida. Bu yerda remont xizmatlari ham bor, aka? Remont xizmatlari ham bor. Hozir 250 kilovat 230 оборотli motorimizni remontga tayyorlayapmiz mana. Noldan quyilib kraskalarini ko'chirib, idealniy qilib chiqazib berasiz aka, xullas, to'g'rimi? Chiroyli narxlarda. Patinalarni almashtirib tayyor holatga qilamiz. Tushundim. Ekranga nomerlar qo'yib qo'yamiz. Bemalol aloqaga chiqishlari mumkin. Sizlarni kutib qolamiz.